yaxshi ham o'qiyapti. Bo'lmasa hozir shu bo'yicha vaqt jo'nataveradi o'qimasdan. O'sha ketib qoladi ish ko'pligida. Asos qilib qabul qilsak bo'ladi. Qo'l ko'tarib tasdiq berishlarini so'rayman. Qarshilar, betaraflar yo'q. Tak. Birinchi majlisimizni yopiq deb e'lon qilaman. İkincisi kirsin, ikincisini kirsinler. Kengashimizning ikinci gün tartibidagi masala bilan tanisizlar. Kun tartibidagi masala bo'yicha kimda qanaqa fikr bor? Ochilsin. Ochilsin deganda qo'l ko'tarib tasdiq berishlarini so'rayman. Qarshilar, betaraflar yo'q. Talabgor Jabborov O'rolbek Kankildi o'g'lining shaxsiy hujjatlari bilan tanishtirish so'z ilmiy kengash kotibi Abazov Hamzapirov. Assalomu alaykum, yana bir bor hurmatli kengash a'zolari. Demak, talabgor Jabborov O'rolbek Kankildi o'g'li ilmiy kengashga topshirgan hujjatlari to'g'risida to'liq ma'lumot bersam, talabgor Jabborov O'rolbek Kankildi o'g'li 1993-yil Jizzax viloyati Jizzax shahrida ziyolilar oilasida tavallud topgan, millati qirg'iz, ma'lumoti oliy. 2014-2018 yillarda Jizzax Patentlik instituti talabasi, 2018-2020 yillarda Toshkent to'qimachilik va yangi sanoat instituti to'qimachilik mahsulotlari texnologiyasi mutaxassisligi bo'yicha magistraturani tamomlagan. 2020-2024 yillarda Jizzax Patentlik instituti to'qimachilik mahsulotlarini qayta ishlash kafedrasi assistenti. 2023-2025 yillarda Jizzax Patentlik instituti to'qimachilik mahsulotlari texnologiyasi kafedrasi tayyorlash doktoranti. 2025 yildan hozirgi vaqtgacha Jizzax Patentlik instituti to'qimachilik mahsulotlari texnologiyasi kafedrasi assistenti. Malakaviy imtihonlarni topshirganligi haqida ingliz tilidan 76 ball, o'rta, mutaxassislikdan malakaviy imtihoni 90 ball a'lo. O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi falsafa doktori dissertatsiyalari asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan ilmiy ishlarda jami 4 ta ilmiy maqola, shu jumladan 3 ta respublika maqola va 1 ta chet el maqola, 21 ta anjumanlarda, shundan 3 tasi respublikada, 18 ta xalqaro anjumanlarda qatnashgan. Talabgor Jabborov O'rolbek Kankildi o'g'lining asosiy ilmiy ishlari nusxalari topshirilgan. Talabgor Jabborov O'rolbek Kankildi o'g'li oilali, 3 nafar farzandning otasi. Kotibga savollar bormi? Savollar bo'lmasa marhamat. Dissertatsiyani qisqacha mazmun bayon etish uchun talabgor Jabborov O'rolbek Kankildi o'g'liga marhamat. 20 daqiqagacha. Assalomu alaykum, hurmatli seminar raisi, a'zolar, ustozlar, avvalambor Xalq texnika fanlari falsafa doktori dotsent Doniyor Bekov Qodir rahbarligi ostida tayyorlagan dissertatsiyani qisqacha mazmuni bilan sizlarni tanishtirib o'tsam. Dissertatsiya mavzusining dolzarbligi va zarurati. Dunyo miqyosida to'qimachilik bozori hajmi bugungi kunga kelib, ya'ni 2025-yilda o'rtacha 1.2 trillion AQSh dollari tashkil qilmoqda va bu kelgusi 2033-yilga kelib 1.61 trillion AQSh dollariga yetishi kutilmoqda. Bu holat to'quvchilik texnologik jarayonlarini to'g'ri tashkil etish va eng maqbul texnologik ko'rsatkichlarni amaliyotga joriy etishni taqozo etadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrdagi O'zbekiston 2030 strategiyasi to'g'risidagi 158 farmonida jumladan mahalliy xomashyo bazasidan samarali foydalanish va ilg'or texnologiyalarga asoslangan sanoatni rivojlantirish, sanoatning driver sohalarini rivojlantirish,
shuningdek to'qimachilikda ip kalavani qayta ishlash darajasini 100% ga yetkazish hamda yuqori sifatli matoga talab qondirish uchun 400 ming tonna sun'iy va aralash tollar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish bo'yicha muhim vazifalar belgilab berilgan. Shuningdek, mazkur faoliyatga tegishli boshqa me'yoriy huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda ushbu dissertatsiya ishi muayyan darajada xizmat qiladi. Muammoning o'rganilganlik darajasi to'quvchilik uchun ip tayyorlash texnologik jarayonlarini o'rganish bo'yicha nazariy va amaliy asoslarni yorituvchi masalalarga qaratilgan ilmiy tadqiqot ishlari bo'yicha chet el olimlaridan, ya'ni Patil, Kunyan, Zhang, Dutimoy, Emmanuel Datka, Dorxan, Yuxin va Safan va Federovalar tomonidan ilmiy tadqiqot ishlari olib borilgan. Respublikamizda to'qimalar ishlab chiqarish texnologik jarayonlarini ko'rsatishlarini maqbullashtirish, assortimentini kengaytirish va sifatini baholash borasida Olimbayev, Ahimbobayev, Siddiqov, Maymuradov, Karimov, Aliyev, Abdullayev, Doniyor, Dolimov va boshqa olimlar tomonidan ilmiy tadqiqot ishlari olib borilgan. To'quvchilik ishlab chiqarish sohasida ko'p ilmiy tadqiqot ishlari olib borilgan bo'lsa-da, zamonaviy kimyoviy iplarni paxta iplariga qo'shib pishirish orqali to'quvchilik jarayoniga sifatli tanda yetkazish masalalari yetarli darajada o'rganilmagan. Tadqiqotning maqsadi to'quv dasturxonida tanda iplarni uzilishini kamaytirish uchun pishtirilgan ip tayyorlashni texnologik ko'rsatkichlarni optimallashtirishdan iborat. Tadqiqotning vazifalariga to'xtaladigan bo'lsak, to'quvchilik uchun tanda iplarni tayyorlashda pishtirilgan iplardan foydalanishga oid ilmiy tadqiqot ishlarini tahliliy tadqiq etish, paxta iplarini to'quvchilikka tayyorlashda texnologik jarayonlarni tadqiq qilish orqali ip chiqindilarini kamaytirish yo'llarini qidirish, past chiziqli zichdikdagi metall kimyoviy ipning tarkibi va texnologik xoslarni tadqiq qilish, paxta va kimyoviy iplarni pishtirish texnologik ko'rsatkichlarni tadqiq qilish orqali iplar gramlar sonini maqbul qiymatlarini ishlab chiqish, yangi assortimentdagi pishtirilgan iplarni to'plam matolar ishlab chiqarishda qo'llashdan kutiladigan iqtisodiy samaradorlikni hisoblash. Tadqiqotning ilmiy yangiligi quyidagilardan iborat. Tanda ip tayyorlash texnologik jarayonlarida paydo bo'ladigan chiqindilarni kamaytirish uchun paxta metall aralash pishtirilgan yangi tarkibli iplar qo'shib pishtirish jarayonidan foydalangan holda ishlab chiqilgan. Iplarni tandalashda texnologik jarayonida haqiqiy va loyihaviy tezliklar o'rtasida farqlanish ko'rsatkichi tandalash tezligining o'zgarish qonuniyatlari asosida aniqlangan. Yangi tarkibli paxta metall aralash pishtirilgan iplar olishni texnologik ko'rsatkichlari pnevmexanik iplarga nisbatan aerodinamik metall kimyoviy iplar bilan pishtirishga moyilligini hisobga olgan holda optimallashtirilgan. Iplarga beriladigan buramlar sonining ma'qul qiymatlari bir omilli regression tenglamalar asosida to'quvchilikda tanda iplar uzilishining kamayishi, paxta metall aralash pishtirilgan iplarning mustahkamligiga bog'liqligi aniqlangan. To'quvchilik jarayonining eng muhim xomashyolardan biri bu tanda iplar hisoblanadi. Tanda iplarini to'quvchilik jarayoniga yetkazib berishda bir nechta texnologik jarayonlarda o'tishda texnologik zanjir bosqichda o'tishga to'g'ri keladi. Quyidagi jadvalimizda shu tanda iplarini to'quv dasturxoniga yetkazib berish jarayonigacha bo'lgan texnologik zanjir ketma-ketligi keltirib o'tilgan. To'qimaning tandasi shu tandalash jarayonida shakllanadi. Texnologik nuqtai nazardan tandalash jarayoni bu bir nechta bobinadan bitta katta tanda g'altagi yoki to'quv g'altagi hosil qilib olishdan iborat. Quyida shu tandalash mashinasining chizmalari, ya'ni rasmlar keltirib o'tilgan. Keyingi 10-15 yillar davomida tandalash mashinalarining loyihaviy tezligi, ya'ni keltirib o'tilgan uning unumdorligi 1 metr minutgacha ko'payganini kuzatishimiz mumkin. Quyidagi shu formulada, ya'ni tandalash mashinasining tezligini aniqlash formulasi keltirib o'tilgan. Bunda tanda g'altagini barqarorlashgandagi tezligi hisoblanadi. Bunda tanda g'altagini harakatga keltirish va to'xtash vaqti keltirilgan, lekin tezlik o'zgarishi hisobga olinmagan. Bu formulada shuni hisobiga haqiqiy va loyihaviy tezlik o'rtasidagi farq yuzaga kelishi aniqlandi. Turli assortimentdagi gazlamalar uchun tanda ipini tayyorlashda tandalash jarayon loyihaviy tezligi
biz 500 metr minutdan 1000 metr minutgacha o'zgartirib ko'rildi. Loyihaviy tezlik masalan 500 bo'lganda uni haqiqiy tezligini 408 dan tashkil etishini ko'rishimiz mumkin va loyihaviy tezligimiz 1000 metr bo'lganda esa haqiqiy tezligimiz 689 metr minut tashkil qilganini ko'rishimiz mumkin. Bunda haqiqiy tezligini kamayish ko'rsatkichlari orqali grafikadan keltirildi. Bunda boyagi loyiha tezligimiz 500 bo'lganda haqiqiy tezligimiz bundan 23% kamligini, haqiqiy loyiha tezligimiz 1000 metr bo'lganda esa haqiqiy tezligimiz bunda 45% ga kam bo'lishini ko'rishimiz mumkin. To'qimani ishlab chiqarish texnologiya jarayonlarida qanday iplar chiqindilar barcha o'timlarda hosil bo'ladi. Quyida shu qanday iplarni to'quvchilikka tayyorlab berish jarayoni o'timlardagi chiqindi miqdori keltirib o'tilgan. Oxirlar jarayonida bu chiqindi miqdori qolgan o'timlarga nisbatan biroz ko'pligini ko'rishimiz mumkin. Buning asosiy sababidan biri oxirlar jarayonida chiqindi ko'pligining asosiy sababi qandalash jarayonidagi o'ramalarning uzunligini har xilligi va ip uzilishlarini ko'pligi evaziga oxirlar jarayonidagi uzilishlar chiqindi ko'pligiga olib keladi. Paxta iplaridan sifatli tanda tayyorlash masalasida ilmiy tadqiqotlar davom ettirildi. Ya'ni yuqori mustahkamlikka ega zamonaviy kimyoviy iplar bilan paxta iplarini pishtirish orqali to'quvchilikka sifatli tanda tayyorlash tadqiqotlari olib borishni Yaponiyaning Kuradagi firmasi tomonidan ishlab chiqib taklif etilgan zamonaviy mintval kimyoviy ipning tarkibi va texnologik xoslatlari tadqiq qilindi. Quyidagi mintval ipimizning kimyoviy tarkibi keltirilgan va uni mintval ipimizning suvda erish harorati grafiklar ham keltirib o'tilgan. Mintval kimyoviy ipimizning asosiy xususiyati shulardan iboratki, u mintval kimyoviy ipimiz 85 va 90 gradus oralig'idagi qaynoq suvda to'qimani butkul erib, to'qimadan butkul chiqib ketishi uning muhim xususiyatlaridan biri hisoblanadi. Quyida shu mintval kimyoviy ipimizning 3 xil turdagi mintval kimyoviy ipimizning mexanik xossalari keltirilgan. Bunda RS56 T6 RS38 T6 RS46 markadagi 3 xil tekstdagi mintval kimyoviy ipimizning xossalari tadqiq qilindi va ushbu mexanik xossalar bo'yicha keyingi listimizda uning histogrammalari keltirib o'tildi. Quyidagi diagrammada shu mintval kimyoviy 3 xil turdagi mintval kimyoviy ipimizning solishtirma uzish kuchi hamda uzilishdagi uzayish ko'rsatkichlari tadqiq qilinib diagrammalarda keltirib o'tildi. Quyidagi diagramma ushbu unga ko'ra 4,1 tekisli mintval kimyoviy ipining solishtirma uzish kuchi qolgan markadagi iplarga nisbatan biroz yuqoriligini ko'rishimiz mumkin. Tadqiqot maqsadi va vazifalariga muvofiq tanda uchun yangi tarkibli paxta mintval iplarni ishlab chiqarish amaliy tajribalarini o'tkazishda foydalanilgan paxta iplarining ham mexanik xossalari tadqiq qilindi. Quyidagi jadvalimizda ikki xil usulda egirilgan, ya'ni pneumexanik va aerodinamik usulda egirilgan pneumexanik 19,7 ta 29,5 tekisli, aerodinamik 29,5 tekisli yakka paxta iplarimizning mexanik xossalari keltirib o'tilgan. Bu yakka 3 xil turdagi yakka paxta iplarimizning ham solishtirma uzish kuchi hamda uzilishdagi uzayishda qiyosiy diagrammalari aniqlanib, quyidagi jadvalda keltirib o'tildi. Pishtirilgan iplar ishlab chiqarish, qo'shib o'rash va pishtirish jihozlarida amalga oshirilishi hammaga ma'lum. Tadqiqotlarimiz Navoiy viloyatida joylashgan Navbahor Tex MCH to'quvchilik bo'limida o'rnatilgan pishtirish, qo'shib o'rash hamda pishtirish dastgohlarida amalga oshirildi. Bunda mexanik usulda egirilgan ikki xil tekisli ipimiz mintval kimyoviy ipiga qo'shib pishtirilganda yaxshi natija bermaganligi hisobiga tadqiqotlarimiz faqat aerodinamik usulda egirilgan 29,5 tekisli yakka paxta iplari bilan mintval iplarni pishtirish orqali davom ettirildi. Quyidagi
qo'shib o'rash jarayoni mashinasining texnologik chizmasi keltirilgan. Quyida ko'k rangdagi paxta yakka paxta ipimiz hamda sariq rangdagi metall kimyoviy iplarni qo'shib o'rash jarayonlari amalga oshirish texnologik chizmasi hamda pishtirilgan ipimizning chizmalari keltirib o'tilgan. Bunda asosiy bunda paxta ipimizga taranglik 36 gram berilgan bo'lsa, metall ipiga taranglik 3 gram hosil berildi. Bunda metall ipiga taranglik deyarli berilmagan hisobiga metall ipimiz paxta ipimizni ustidan o'ralishi yuz berdi. Qo'shib o'rab olingan iplarga 250, 350 va 450 gram berib pishitib olindi va shu gramlar yangi tarkibli paxta metall ipimizning mexanik xosalari quyidagi jadvalda keltirib o'tildi. Va ular yangi tarkibli paxta metall iplarimizning o'rtacha uzish vaqtiga gramlar sonini hamda iplarning o'rtacha uzish kuchiga gramlar soni taqdir qilinib aniqlanganda 450 gramimiz qolgan 250 va 350 gramga nisbatan yuqoriligi va mustahkamligi taqdir qilinib ularning ko'rsatkichlari ham quyidagi diagrammalarda keltirib o'tildi. Bu pishtirilgan iplarimizni yana ko'rsatkichlari orqali ya'ni solishtirma o'zish kuchiga gramlar sonining ta'siri hamda uzilishdagi uzayish ham taqdir qilindi. Bunda solishtirma o'zish kuchi bo'yicha variatsiya koeffitsiyenti ham aniqlanganda 450 gram berilgan yangi tarkibli paxta metall iplarimiz 250 va 350 gramga nisbatan variatsiya koeffitsiyenti ham ancha ishonchli ko'ringan davomida aniqlandi va ularning uzish kuchi ham qolgan yani 450 gramdagi ipimiz uzish kuchi ham qolgan gramdagi iplarga nisbatan ancha yuqori natijalarni berdi. Pishtirgan iplarimizni ya'ni paxta va metall pishtirgan iplarimizni qisqarishi ham aniqlanganda paxta ipimiz 1% ga qisqarishi, metall kimyoviy ipimiz esa 3 xil gramda ham deyarli bir o'zgarmagan bir-biridan deyarli o'zgarmaganini ko'rish mumkin. Ya'ni 3.4, 3.6 va 3.8% qisqarishini ko'rishimiz mumkin. Gramlar sonini solishtirma o'zish kuchiga ta'sirini aniqlash uchun bir omilli regression tenglama model ham ishlab chiqildi. Bunda gramlar soni 350 dan 550 gacha tanlab olindi. Bunda eng maqbul muqobil variant bizda 450 gramda aniqlandi. Ya'ni uning o'zilish kuchi qolgan gramga nisbatan ancha yuqori natija berdi. Gramlar soni qancha ko'paygan sari mustahkamlik oshib borib, lekin ma'lum bir nuqtaga yetgandan keyin uni kamayishi ham kuzatildi. Eng ma'qul ko'rsatkich 450 gram ekanligi tadqiqotlar davomida aniqlandi. Quyidagi diagramda ham uning ko'rinishi keltirib o'tilgan. Olib borilgan tadqiqot natijalari paxta metall iplarning tanlash sifatiga qo'yilgan standart talablarga to'liq javob berish aniqlandi. Paxta metall iplardan tanlab tayyorlash jarayonida texnologik zanjirni quyidagi holat bo'yicha davom ettirish taklif etildi. Quyida shu paxta metall uchun to'plamlar uchun taxlash ko'rsatkichlari ham tanlab olinib, quyidagi jadvalda keltirib o'tildi. Tadqiqotimizda tanda iplarning uzilish kuchiga qarab taxlash tarangligi 27,5 sm qilib o'rnatildi. Har bir to'qima namunalari 2 metrdan qilib ishlab chiqarildi. Hamda 9 xil turdagi to'qimalarda taranglik o'zgarishi tadqiq qilindi va quyidagi taranglikning o'zgarishi ham quyidagi jadvalda keltirib o'tildi. Texnik iqtisodiy ko'rsatkichlarga to'xtalgan bo'lsak, hisob natijalariga ko'ra oxirlar jarayonini chiqarib tashlab, uning o'rniga qo'shib o'rash jarayonini qo'llash 1 kilogramm paxta tanda ipi uchun o'rtacha 1034 so'mni, 1 tonna iplar tanda ipi uchun esa 1,34 million so'm miqdorda iqtisodiy samaradorlik keltirishi
aniqlandi. Umumiy xulosalar Xulosalar bor. faqat Rahmat. Dissertatsiya qisqacha mavzuni bayon etildi. Savollarga o'tamiz. Marhamat. Kimda qanaqa savol bor? Ruxsat bersangiz, Soliq Shukurovich, marhamat. 11-slaydni ochsangiz. Buni yaxshilab tushuntirib bering, tushunmadik. Harorati bor, erish foizi bor, chiziqda ham nimasi bor, sifralar bor. Nima u? avvalambor savolchiga tarafdan ustoz, bunda bu bentifal kimyoviy emas, ya'ni ishlab chiqargan ipimizni asosiy xususiyati bu 85-95 gradus suvda erib ketishi, ya'ni erib butunlay chiqib ketishi hisoblanadi. Bunda shu erish haroratini bosqichlari keltirib o'tilgan. Ya'ni harorat qaysi haroratda bentifal ipimiz butkul erish haroratiga keltirib o'tilgan. Ya'ni mana bu 80-85 gradus atrofida bu bentifal ipimiz butunlay erib chiqib ketishiga keltirilgan. Eriydimi? Erib yo'q, xuddi oqarlar jarayonida suvga chiqib ketganidek bu kimyoviy ipimiz ham pardozlar jarayonida shu baland gradusli suvda haroratda erib to'qimadan butkul chiqib ketadi. Bu manba ko'rsatgan nimangiz bormi haligi grafikda? Olingan ipni nechinchi yil? Olingan ipni ustidan siz urayapsiz. Mitval kimyoviy ipini 16-chi mana bo'ratyapsiz, to'g'rimi? U qanaqasiga erib ketadi agar eriydigan bo'lsa? Bizni asosiy maqsadimiz bunda ya'ni to'qima uchun, ya'ni to'qima dastgohida panda uchun mustahkamligi yuqori bo'lgan iplar talab etiladi. Shu mustahkamligini saqlash uchun biz paxta ipiga, ya'ni mustahkamligi kam bo'lgan paxta ipiga bentifal ipini qo'shib o'rab, pishitib olib, uni boyagi to'quv dastgohida uzilmasligini ta'minlab, keyin pardozlar jarayonida bu to'qimadan butkul chiqib ketishini ta'minlashdan iborat. Asosiy maqsad shu. Faqat shuni faktiskiy modifikatsiya qilyapsiz. Ya'ni texnologik jarayonlardan biri oxirlash texnologik jarayoni, bu to'quvchilik jarayoni eng sarf xarajati ko'p, chiqindi ko'p bo'lgan texnologik jarayon hisoblanadi. Shu oxirlash texnologik jarayonni ham chiqarib tashlab, o'rniga boshqa, ya'ni oddiyroq qo'shib pishirish texnologik jarayoni qo'llaniladi. To'g'risi oxirlashi o'rniga shu texnologiyani beryapsiz, bunda ham chiqindi chiqadi. Bunda chiqindi oxirlashga nisbatan kamroq chiqadi. Deyarli chiqindi 10 barobar kamayganini ko'rsatishimiz mumkin. Tushunarli. Endi 17-da 16-da 14-chi slayd. Siz nimani uzilish kuchi va mustahkamligini beryapsiz-da. Shu yerda. Ha? Uzilish kuchi bor. Uzilish kuchi va mustahkamlik deyapsiz. Mana 12-da ham berilgandi. Bu mustahkamligini nima bilan o'lchaysiz? Hech qanday ya'ni mustahkamlik aniqlovchi ipni mustahkamligi ustil bilan uzilish kuchini aniqlovchi birligini ya'ni o'lchov birligini santimetrda. Uzish kuchinichi 12-ni oching, 12-da nima qisqa qilib berilgan ekan-da. Mana santimetr taqsim tekis. nimani ko'rsatadi? Solishtirma uzish kuchi nimani ko'rsatadi? Ya'ni bu shu uzilish kuchi
O'lchov birligi. Mana shu tekstdagi yuklarimizni Mana bitta nimani hozir qancha og'irlikdagi yukka chidamligi kuchga chidamligi haligi hozir man zakladka qilib qo'ydim, ketib qoldi. Mana bu 19-da. İpni solishtirma uzish kuchi 11dan 12dan 13ga ketyapti-da, ko'tarilib ketyapti. Tegidagi variatsiya koeffitsiyenti 8,5 9ga ko'tarilyapti, 7,2ga tushyapti. Sababi nima? Buramasi ko'payyapti. Variatsiya koeffitsiyentimiz qancha yuqori chiqsa, bizni tadqiqotim shuncha ishonchlilik pasaygani kuzatiladi. Agar variatsiya koeffitsiyenti qancha past chiqsa, uning ishonchliligi shuncha yuqoriligi aniqlanadi. Yo'q, tushundik. Buramlar sonini o'sishini ko'ryapmiz-da, 250dan 350ga, 450ga chiqyapti. Uzish kuchi 11dan 12ga, 12dan 13ga ko'tarilyapti. Nimaga bu yerda variatsiya koeffitsiyenti o'rtadagi variantda ko'payib ketgan? Sabab. Fizikasini ayting deyapti shuni. Bizda pishirish jarayonida shunday hosil beradiki, ya'ni biz ya'ni ipliklar pishirish jarayonida ma'lum bir kritik chegara bo'ladi. Mana shu kritik chegara boshlanishi va oxiri bo'ladi. Mana iplarni pishirish jarayonida uni mustahkamligi yuqorilab, ma'lum bir kritik chegaraga yetgandan keyin kamayishini kuzatishimiz mumkin. Bunda o'sha eng optimal variant 450 gram bo'lganda, uning ishonchliligi ham qolgan gramga nisbatan ancha yuqoriligi aniqlanadi. Endi agar nima deydi, logikani, to есть mantiqan buni qaraydigan bo'lsak, bir joyda o'sish bo'lsa, bir joyda kamayish bo'ladi. Bu teskari bog'liqlik deyiladi. Bu yerda bitta skachok bo'lib, yana pastga tushyapti. Shuning sababini so'rayman. 17ni oching-da, 17-ni oching-da. Ana shu yerda qarang, Sodiq Shukurovich bergan savol, tepada ham xuddi shu narsa ketgan. 8,5 9,5 metr tondan 2, 8,45, 8,9, 8,16 da mana bunda skechok bo'layapti deyapti. Dinamikani ko'rmayapmiz deyapti. Dinamika degan narsa bordi. Bir narsa oshganda bir narsa kamayadi. Yoki bir narsa oshsa, yana boshqa ko'rsatkich ko'payishi kerak. Bu yerda skachok bo'lyapti. Tadqiqotlarda shunday Yo'q, shunday tadqiqotda anaqasi nima deydi, natijasi. Lekin yana qaytaraman, o'sha oldingi safar ham aytdim. Eng qizig'i sababini ilmiy nuqtai nazardan tushuntirish kerak. Yo'q, balki xatolik bo'lgandir. 5% dan oshib ketgan bo'lishi mumkin. O'sha nuqtai nazardan so'rayman. Rahmat. Yaxshilab tahlil qilsangiz, lekin shu yerda yaxshi narsa chiqishi mumkin-da. Qarang, uzish kuchi deyapsiz. Bu yerda uzilishdagi uzayish deyapsiz-da. Imенно mana shunda o'zgarish bo'lyapti. Nimadir bir narsa bor. Shu ikkita bir xil joyda o'rtada 350 gramda bir xil ko'tarilyapti-da. Bu yerda tahlil qilsa bo'ladigan joyi bor ekan. O'zi qanaqadir qonuniyat chiqyapti bu yerda. Ha, to'xta-to'xta. Tak, yetarlimi qolish ko'rish? Yetadi. Marhamat, yana savol. Savollar, marhamat. Hazil Natoqovich, marhamat. Valyuta endi O'zbekistonda ishlab chiqariladimi yo chetdan olib kelinadimi? Birinchi savol.
ikkinchisi bu har xil tekstdagi iplarga qo'shilsa qalinligi o'zgaradimi? Har bir tekstdagi ipga teng qo'shiladimi? Keyin mitval ipi uchinchi savolim ikkita bobinada qo'shilyapti. Shunda mitval ipni o'zini ham fizik mexanik xususiyatlari asoslanganmi? Egilishi, bukilishi? Avvalambor savol uchun katta rahmat. Birinchi savolga to'xtaladigan bo'lsak, Mitval kimyoviy va prezidentimizning byuro farmonlari bilan Yaponiyadan 5 tonna miqdorida Namangan viloyatiga keltirilgan. O'sha Namangan viloyatiga keltirilgan Mitval ipini samarali foydalanish evaziga o'sha byuroni ijozini ta'minlash maqsadida biz shu kimyoviy tolalar bilan o'zimizda yetishtirilgan paxta iplarini o'sha pishish orqali, ya'ni to'qnashli sanoatiga kerakli xomashyo yetkazib berish eng oliy maqsaddan biri bo'lgan hozirgi kunda. Bu Yaponiyada ishlab chiqarilgan kimyoviy ip. Tugab qolsa nima qilamiz? U ip tugab qolsa. Bu keyin bermay qo'ysa yaponlar bizga. Sotadi. Endi ekspert shartnomalar bilan iloji boricha shug'ullanib, shu imkoniyatlarni yaxshi natija bergan evaziga shartnomalar qilish ehtimoli bor. O'zimizni ololmaymizmi? Yo'q, o'zimizda shu, mana to'g'ri keldi. O'zimizda keyin dash qilamizmi bu mitval ipni degan savolga kelayotgandim. Mana aytib qo'ydim sizga. Formulasi bor ekan. Ha, formula bor ekan. Kelajakda doktorskiga ishlataman, mitval ipni olaman deylar bo'lmasa. Asosda bu shug'ullanamiz. Keyingi savolga javob Keyingi bering. savolda har bir tekstdagi ipga qo'shilish jarayonida bu mitval ipimizning teksti juda ham ingichka bo'lgani evaziga bu ipimiz qancha qo'shilgani deyarli ipimiz yo'qoligiga deyarli ta'sir ko'rsatmaydi. Keyingi savolga to'xtaladigan bo'lsak, mitval kimyoviy ipimizning texnologik xossalari, ko'rsatkichlari yuqorida ham keltirib o'tilgan, uning mexanik xossalari, uzilishdagi uzayishi, uning uzilish kuchi, hamma ko'rsatkichlari bilasizmi? Mana quyidagi shu mitval ipimizning mexanik xossalari har bir 3 xil tekstdagi mitval ipimizning hammasi keltirib o'tilgan. Biz tanlab olgan mitval ipimiz 3-chi namunadagi 4 tomonidan bir tekstli mitval kimyoviy hisoblanadi. Tak, yana marhamat savol. Mahsumrodlaylik. O'sha 4.1 tekstdagi mitval ipini tanlab oldingiz. Sababi nima? Bu birinchisi, va tadqiqotingizda 3 xilibdi ana ko'rib chiqayotgansizda. Ikkinchisi, xom to'qimani bo'yash jarayonida rang olish xususiyatiga qanday ta'sir qiladi? Avvalambor savol uchun katta rahmat. To'rtdan bir tekstli mitval ipini tanlab olish asosiy sababi yuqorida aytib o'tganimdek, biz Namanganga 5 tonna miqdorda keltirilgan mitval ipimizning asosiy teksti mana shu 4.1 tekstni tashkil qilganligi uchun faqat shu tekstdagi iplar bilan tadqiqotlar davom ettirildi. Keyingi savolga javob beradigan bo'lsak, ustoz, mitval kimyoviy ipimiz bu pardozlash jarayonida to'qimadan to'liq yirib chiqib ketish hisobiga rang olish xususiyatiga hech qanday salbiy ta'sir ko'rsatmasligi aniqlandi. Yaxshi, marhamat. Yana savol. Marhamat. Maktub adashmaydi. 12 slaydni ochib bering-da. Mana shu yerda mitvalni nominal nomeri turibdi-da. 175, 256, 244 har xil chiziqli izichilik. Endi tagida beryapsiz 6 ta filamenti bor. Hammasini tarkibida 6 ta filamentdan iborat kompleks ip. Bittasi 5.7 tekst, bittasi 3.9 tekst, bittasi 4.1 tekst. Nima uchun 6 ta filament bitta kompleks bo'lganda turli tekstdagi ip shakllanyapti? Shuni tushuntirib bersangiz. Birinchi savolim. Ikkinchi savolim 15-slaydni ham ochib bering.
15 slaydda mana sinov iplarniki turibdi, solishtirma o'zish kuchi. Ikkita OE pnevmexanik olyapsiz, bitta aerodinamik olyapsiz. Ikkita 29,5 tekisli ip turibdi-da, OE bilan AE'da. Lekin pnevmexanikada solishtirma o'zish kuchi aerodinamikka nisbatan balandroq turibdi. Nima uchun mana shu 29,5 pnevmexanika bilan ketish mumkin emas? Nimaga undan ham pastroq arkeym bilan tadqiqot olib bordingiz? Shuni izohlab bersangiz. Avvalambor savol bunda 3 xil tekstlarga bo'lishning asosiy sababi 6 filamentdan tashkil topgan bo'lsa ham, shu 6 filamentdan siziq yezishligi har xil bo'lganligi evaziga bu kimyoviy ipimizni ham siziq yezishligi har xilligi har xil bo'lib bo'lishi Soni bir xil, lekin o'sha yo'g'onligi har xil. yo'g'onligi har xil. Tushunarli. Shunday evaziga. Keyingi savolga javob beradigan bo'lsak, pnevmomexanik usulda yig'ilgan ip aerodinamikka nisbatan ancha mustahkamligi yuqori. Aerodinamik ipimiz bilan tadqiqot davom ettirilgan asosiy sabab mitval ipi aerodinamik bilan yaxshi turam oldi. Mustahkamligi kam bo'lsa ham, pnevmexanika ipga ishlangan pnevmexanik ipimizga nisbatan aerodinamik ishlangan ipimiz, yangi tarkib ipimiz mustahkamligi yuqori bo'ldi. Ya'ni bir-biriga buralishi, ishtilishi yaxshi natija berganligi uchun faqat shu aerodinamik usulda yig'ilgan ip bilan tadqiqotlar davom ettirildi. Pnevmexanika nima? Burami yaxshi olmadimi shunda? Shu burami mitval bilan yaxshi buram hosil qilmadi. O'ziga Buram nima? Notekis taqsimlandi. Nima bu? Pnevmexanik ipimizni ustida mitval ipimiz yaxshi joylashgan, chunki uning qattiqligi aerodinamikka nisbatan yuqoriligi aniqlangan. Ha, tushunarli. Marhamat, yana savollar. Yana savol. Yetarli. Yetarlimi? Yetarli bo'lsa men savollarni berib oldim lekin boya. Qayerda ishlatildi bu? O'sha men har doim savolim bitta tadqiqotchiga. Ishlab chiqarishda qayerga ketdi bu narsa? Ishlab chiqarish jarayonida Jizzax Hindiston to'qima hozirladi. Bu mitvallar ishlayotlarimiz Navoiy viloyatidagi Navoiy Tekst MTJ korxonasida ham tadqiqotlar olib borilib, o'sha Navoiy Tekstda ishlab chiqarilgan aerodinamik usulda yig'ilgan iplar bilan tadqiqotlar olib borildi. Iqtisodiy samaradorlik nimaning hisobiga olindi? Iqtisodiy samaradorlik avvalambor oxirlash texnologik jarayonni chiqarib tashlash evaziga va ip uzilishlar kamayish hisobiga olindi. Tadbirkorning ilmiy rahbar texnika fanlari falsafa doktor Dotsent Doniyor Bektash Boqodirovich ilmiy kengashga taqririni taqdim qilgan, o'zi ham ishtirok etyapti. Taqdim qanotlanadi. Sertifikat va avtoritetga kelgan yetakchi tashkilotlarga taqdirlarni e'lon qilish uchun so'z kotibga. O'tirib turing. Marhamat. Demak, yetakchi tashkilot sifatida Buxoro davlat texnika universiteti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori Nazimov tomonidan 24 fevral 2026-yil ishni xulosasi bayonnomasi berilgan va unga ko'ra quyida kamchiliklar keltirilgan. Birinchisi, ishlab chiqariladigan yangi tarkibli paxta mitval pishtirilgan iplarga kuchlanish tushishi evaziga uzilishdagi uzayishi qanday bo'lishini tadqiqot natijalari orqali o'rgansa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Keyingisi dissertatsiya ishida ilmiy tadqiqot ishlarini olib borgan jihozlar haqida ma'lumotlarni ko'proq keltirsa maqsadga muvofiq bo'lar edi deb bergan. Faqatgina ikkita kamchilik va umumiy dissertatsiyani xulosasiga ko'ra ilmiy daraja olishga loyiq va ish talab darajasida qilinganligini keltirib o'tgan. Yetakchi tashkilotlar birinchi avtoritetga kelgan taqdirda birinchisi Egea universitetining muhandislik fakulteti tekstil muhandisligi bo'limi professori Parrin
Akchonova tomonidan berilyapti va quyidagi kamchilik keltirilgan. 318 va 319 rasmlar uchun ko'rsatilgan ko'rsatkichlar tadqiq etilsa o'rinli bo'lar edi. Keyingisi dissertatsiyada eski adabiyotlar foydalanilgan, yangi adabiyotlar bilan almashtirilsa o'rinli bo'lar edi. Keyingisi University of Kamali Pokistondan professor Yasin tomonidan berilyapti. Kamchilik yo'q. Taqriz ijobiy. Keyingisi Mirzachul Agrocluster Group MCJ tomonidan berilyapti. Nasrullayev tomonidan kamchilik yo'q. Taqriz ijobiy. Keyingisi Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti yengil sanoat va oziq-ovqat texnologiyalari kafedrasi mudiri texnika fanlari nomzodi Safarov tomonidan berilyapti va quyidagi kamchiliklar keltirilyapti. Avtoreferatda ayrim formulalar graf ko'rinishida berilgan. Keyingisi 201 rasmda uzoq berilmagan. Uzoq berilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Keyingisi o'z to'qimachilik sanoat uyushmasi ishlab chiqarishni muvofiqlashtirish departamenti menejeri Dushanov tomonidan berilyapti. Taqriz ijobiy, kamchilik keltirilmagan. Keyingisi Berdaq nomidagi qidiruv sanoat texnologiyasi kafedrasi dotsenti O'razboyeva tomonidan berilyapti. Kamchilik ko'rsatilmagan. Taqriz ijobiy. Mitti xususiy korxonasi rahbari tomonidan berilyapti. Kamchilik ko'rsatilmayapti. Taqriz ijobiy. Keyingisi izlash tashkilotdan bo'ldi. Uzr. Bo'ldimi? Bo'ldi. Marhamat, dissertatsiya avtorlariga kelgan taqrizlarda ko'rsatilgan kamchiliklarga javob berish uchun so'z talabgorga. Muloqot yetakchi tashkilot keltirgan kamchiliklarga to'xtaladigan bo'lsak, birinchi kamchiligiga roziman. Kelgusi ishlarimda albatta inovatga olaman. Ikkinchi kamchiligida bu dissertatsiyada 38 balolar keltirilgan qisman roziman va kelgusi ishlarimda albatta inovatga olaman. Avtoreferatga keltirilgan kamchiliklardan birinchisi 318 va 319 rasmli grafik tasvirlar keltirilgan. Dissertatsiyaning batafsil bayon qilingan. Ikkinchi kamchiliklar bu asosiy dissertatsiyani ochib berish evaziga eski adabiyotlardan foydalandik va buni yangi adabiyotlar o'zgartirish ham yozma qo'yaman. Uchinchi kamchilik va to'rtinchi kamchilikka roziman va kelgusida inovatga olaman. Rahmat. O'tiring. Muhokamaga o'tamiz. So'z Rasmapaning texnika fanlari bo'yicha falsafa doktor dotsent Hazrat Hamid Aliqulichga. Hamid Aliqulich eshityapsizmi? Assalomu alaykum. Yaxshi. Marhamat, so'z sizga. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli kengash raisi, kengash a'zolari. Demak, Jabbor O'rolbek Kenkel o'g'lining tanda uchun pishitilgan ip tayyorlashni texnologik ko'rsatkichlarni optimallashtirish mavzusidagi 05, 06, 02 to'qimachilik materiallar texnologiyasi va xomashyoga dastlabki ishlov berish ixtisosligi asosida texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiyasiga rasmiy opponent taqrizi. Tadqiqot ishi mavzusining dolzarbligi. Jahonda to'qimachilikning tabiiy xomashyolari bilan bir qatorda kimyoviy yo'l bilan yaratilgan yangi turdagi xomashyo resurslaridan keng qamrovda foydalanish orqali ko'p funksiyali kiyim-kechak mahsulotlari va buyumlarni yaratishga yo'naltirilgan ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Ushbu yo'nalishda tabiiy va kimyoviy iplarni o'zaro qo'shib pishitish orqali mustahkam,
sifatli pishitilgan iplar olishning texnologik asoslarini takomillashtirish sohaning ustuvor yo'nalishlaridan hisoblanmoqda. Bu borada tabiiy resurslarni tejash, qayta ishlanadigan xomashyo turlaridan foydalanish, tabiiy tolalarning qimmatbaho gigiyenik xossalarini saqlab qolgan holda qo'shimcha kimyoviy tola yoki iplarni qo'llash orqali maxsus iste'mol xossalari yuqori bo'lgan mahsulotlar ishlab chiqarish texnologik ko'rsatkichlari va ish rejimlarini asoslashga alohida e'tibor berilmoqda. Respublikamizda keng turdagi sifatli to'qimachilik va tikuv trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarilishini tashkil etish, uning ishlab chiqarilishini mahalliylashtirishni chuqurlashtirish, shuningdek mahalliy ishlab chiqaruvchilarning eksport salohiyatini oshirishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. 2022-2026 yillarga mo'ljallangan O'zbekistonning yangi taraqqiyot strategiyasida, jumladan to'qimachilik sanoatini modernizatsiya qilish bilan raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish hajmini 2 barobarga oshirish, ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish bo'yicha muhim vazifalar belgilab berilgan. Ushbu vazifalarni amalga oshirishda, jumladan paxta tolali iplarni zamonaviy kimyoviy iplar bilan pishitish orqali hosil qilinadigan yuqori mustahkamlikka ega ikkilamchi iplardan maxsus iste'mol xossalariga ega to'qimalar ishlab chiqarish va ularning sifat ko'rsatkichlarini baholash bugungi kunning dolzarb masalalaridan hisoblanadi. Tadqiqotning maqsadi: to'quv dastgohida tanda iplari uzilishini kamaytirish uchun pishitilgan ip tayyorlashni texnologik ko'rsatkichlarini optimallashtirishdan iborat. Tadqiqotning vazifalari quyidagilardan iborat. To'qimachilik uchun tanda iplarini tayyorlashda pishitilgan iplardan foydalanishga oid ilmiy tadqiqot ishlarini tahliliy tadqiq etish, paxta iplarini to'quvchilikka tayyorlashda texnologik jarayonlarini tadqiq qilish orqali ip chiqindilarini kamaytirish yo'llarini qidirish, past chiziqli zichlikdagi mintval kimyoviy ipining tarkibi va texnologik xossalarini tadqiq qilish, paxta va kimyoviy iplarni qo'shish, pishitish texnologik ko'rsatkichlarini tadqiq qilish orqali ipdagi maqbul brom qiymatlarini ishlab chiqish, yangi assortimentdagi pishitilgan iplarni to'qima matolari ishlab chiqarishda qo'llashdan kutiladigan iqtisodiy samaralarni hisoblash hisoblanadi. Tadqiqotning ilmiy yangiligi quyidagilardan iborat. Tanda tayyorlash texnologik jarayonlarida paydo bo'ladigan chiqindilarni kamaytirish uchun paxta mintval aralash pishitilgan yangi tarkibli iplar qo'shib pishitish jarayonidan foydalangan holda ishlab chiqilgan. Iplarni tandalash texnologik jarayonida haqiqiy va loyihaviy tezliklar o'rtasidagi farqlanish ko'rsatkichi tandalash tezligining o'zgarish qonuniyatlari asosida aniqlangan. Yangi tarkibli paxta mintval aralash pishitilgan iplar olishning texnologik ko'rsatkichlari pnevmomexanik iplarga nisbatan aerodinamik iplarning mintval kimyoviy iplari bilan pishitishga moyilligini hisobga olgan holda optimallashtirilgan. Iplarga beriladigan buramlar sonini maqbul qiymatlari bir omilli regression tenglamalar asosida to'quvchilikda tanda iplari uzilishini kamayishi, paxta mintval aralash pishitilgan iplarning mustahkamligiga bog'liqligi aniqlangan. Tadqiqot natijalarining ilmiy va amaliy ahamiyati. Tadqiqot natijalarining ilmiy va amaliy ahamiyati to'qimalar ishlab chiqarishda tayyor mahsulotga qo'yilgan talablardan kelib chiqib, to'quvchilikda tanda ipini tayyorlash va uning texnologiyasini takomillashtirishga qaratilgan paxta ipi bilan mintval suvda eriydigan kimyoviy ipni qo'shib qo'llash imkoniyati yaratilgan. Yangi tarkibli ipdan to'qilgan to'qimalarning kapillyarlik xossasi ko'rsatkichi yaxshilanganligi bilan hamda tadqiqot natijalarining amaliy ahamiyati yangi turdagi pishitilgan iplardan ishlab chiqilgan tukli to'qimaning fizik, mexanik kapillyarlik xossalari jahon standart talablariga mosligi bilan izohlanadi. Tadqiqot natijalarining joriy qilinishi. Tadqiqot natijalarining joriy qilinishi to'quv dastgohlarida
yangi tarkibli paxta mintval iplaridan olingan panda iplarining sifat ko'rsatkichlari yaxshilanganligi natijalari asosida turli usulda yigirilgan paxta iplarini kimyoviy iplar bilan pishitish orqali yangi tarkibli paxta mintval aralash pishitilgan ipi Jizzax viloyatidagi Jizzax industrial to'qima mas'uliyati cheklangan jamiyat to'quvchilik korxonasida ishlab chiqarishga joriy etilgan. Bu bo'yicha O'zbekiston Respublikasining o'z to'qimachi sanoat uyushmasining 2025-yildagi 14-avgustda 02/25 1975 sonli ma'lumotnomasi asos qilib ko'rsatilgan. Natijada tabiiy va kimyoviy paxta mintval aralash iplariga 250, 350, 450 gram metr berish orqali pishitilgan ip hosil qilish hisobiga to'quv dastgohida ip uzilishlarining kamayishiga hamda to'qilayotgan to'qimaning sifatini oshirish imkonini bergan. Dissertatsiyaning tuzilishi va hajmi. Dissertatsiya kirish, 4 ta bob, umumiy xulosalar, foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati va ilovalardan iborat. Dissertatsiyaning hajmi 110 betni tashkil etadi. Dissertatsiyaning pishitilgan iplar asosida tanda tayyorlash bosqichlarining tadqiq qilinishi deb nomlangan birinchi bobi adabiy manbalarning tahliliy sharhiga va tadqiqotlarda talab qilinadigan yuqori sifatli natijaga erishish uchun iplarni pishitish jarayonida ipning tarangligiga e'tibor berish muhimligi bayon qilingan. Dissertatsiyaning to'quvchilik uchun pishitilgan tanda iplari tayyorlash texnologik jarayonlarini nazariy tadqiq qilish deb nomlangan ikkinchi bobida to'qima matolari ishlab chiqarishda unumdorlik, tanda iplarini to'quvchilikka tayyorlab berish jarayonida tanda iplarining sifat ko'rsatkichlariga bog'liq bo'ladi. Iplar chiziqli zichligi bo'yicha notekisligi va tukdorligi kam bo'lishi talab etiladi. Bir xil taqsimlangan buram soni va notekisligi kam bo'lgan iplar samaradorlikni oshirishga yordam beradi. Yuqori sifatli xom ashyoga biroz ko'proq mablag' sarflanishi to'quv dastgohlarida to'qima ishlab chiqarish jarayonida kamroq to'xtalishlarga sabab bo'ladi. Bu yuqori samaradorlik va matoni nuqsonsiz ishlab chiqarish orqali foyda olishni oshirish mumkinligi haqida izlanish olib borilgan. Dissertatsiyaning tanda uchun yangi tarkibli paxta mintval aralash iplarni ishlab chiqarish amaliy tajribalarini o'tkazish deb nomlangan 3-bobida to'quvchilik uchun tanda iplarini tayyorlash jarayonida iplarning sifat ko'rsatkichlari, avvalambor boshlang'ich xom ashyo ipni tashkil qilgan tolalarning xossalariga bog'liqligi hamda tadqiqot maqsadi va vazifalariga muvofiq tanda uchun yangi tarkibli paxta mintval aralash iplarni ishlab chiqarish amaliy tajribalarini o'tkazishda foydalaniladigan iplar tarkibi tadqiq qilingan. Dissertatsiyaning yangi tarkibli paxta mintval aralash iplaridan to'quvchilikda tanda sifatida foydalanish va olinadigan iqtisodiy samaradorlikni hisoblash nomli 4-bobida to'qima ishlab chiqarish jarayoni uchun tanda iplarini tayyorlash texnologik jarayonlarini tanlash, jumladan tanda iplarining tolaviy tarkibi, paxta, ipak, jun yoki boshqa turdagi kimyoviy tolalar, ip tuzilishi, yakka ip, monoip, kompleks ip va boshqalar. Pishitilganligi bo'yicha esa yakka pishitilgan, shakldor bo'yalgan, melanj va hokazo. Yigirish usuli bo'yicha esa oddiy karda, qayta tarash apparat, urchuqsiz va hokazolar o'rganilib, to'quvchilik jarayonini samarali bo'lishi va sifatli to'qimalar ishlab chiqarilishi iplarni to'quvchilikka tayyorlash texnologik jarayonlariga bevosita bog'liqligi aniqlangan. Izlanish natijalarini chop etilganligi. Dissertatsiya mavzusi bo'yicha jami 20 dan ortiq ilmiy ishlar chop etilgan. Shulardan O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy ishlarini chop etishga tavsiya qilingan ilmiy nashrlarda 4 ta maqola, jumladan 3 tasi respublika va bittasi xorijiy jurnallarda nashr etilgan va bitta elektron dasturga guvohnoma olingan. Mazkur ilmiy ish yutuqlari bilan birga ba'zi kamchiliklar va xatolardan
ham xoli emas. Jumladan, birinchi, pnevmomexanik usulda yigirilgan ipning qaysi strukturaviy xususiyati mintval bilan pishitilganda uzilishlarning ko'payishiga sabab bo'ladi. Buning nazariy asosi qayerda ko'rsatilgan? Ikkinchi, olingan regressiya teglamalari ishlab chiqarish sharoitida boshqa turdagi, masalan, boshqa chizilg'i zichlikdagi iplar uchun amal qiladimi? Yoki faqat 19,7 va 29,5 tekisdagi iplar uchunmi? Uchinchi, mintval ip erib ketgandan keyin oqova suvining tarkibi ko'rsatkichlari qanchalik o'zgaradi? Ya'ni KPB, VPKlar qanchalik o'zgaradi? Bu bo'yicha ekologik xulosa bormi? To'rtinchi, tadqiqot nima uchun aynan pnevmomexanik va aerodinamik usulda yigirilgan yakka paxta iplari bilan olib borilgan? Beshinchi, mintval ipi namlikka juda ta'sirchan. To'quv sexidagi standart namlik 65-70%. Bu ipning pishitilish sifatiga salbiy ta'sir qilmaydimi? Oltinchi, dissertatsiya ishida taklif etilayotgan to'qima bo'yicha tahliliy ma'lumot berilsa, ishning qiymati yanada oshgan bo'lar edi. Xulosa: yuqorida ko'rsatilgan kamchiliklar ishning salohiyatini pasaytirmaydi. Dissertatsiya mavzusining dolzarbligi, ilmiy yangiligi, ilmiy va amaliy ahamiyatiga ega ekanligini inobatga olib, Jabborov O'rolbek Kenkel o'g'lining tanda uchun pishitilgan ip tayyorlashni texnologik ko'rsatkichlarini optimallashtirish mavzusidagi 05, 06, 02 to'qimachilik materiallari texnologiyasi va xomashyoga dastlabki ishlov berish ixtisosligi bo'yicha texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiyasi yakunlangan ilmiy tadqiqot ishi bo'lib, O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining talablariga to'liq javob beradi. Talabgorning texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD ilmiy darajasiga loyiq deb hisoblayman. Rasmiy opponent texnika fanlari doktori, dotsent Hazratqulov. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Rahmat, Hamid Alqulovich. Rasmiy opponent tomonidan ko'rsatilgan kamchiliklarga javob berish uchun so'z talabgorga. Avvalambor qimmatli vaqtingizni ayamay ishni ko'rib chiqib keltirgan kamchilik va tavsiyalaringiz uchun sizga ustoz katta rahmat. Quyida keltirgan kamchilik va tavsiyalarga javobim: birinchisi, aerodinamik iplar pnevmomexanik iplarga nisbatan brandorligi va mustahkamligi kamligi evaziga mintval kimyoviy ip bilan yaxshi bram olish va pishitish imkoniyati berganligi uchun qandoqlar davom ettirildi. Ikkinchi kamchilik olingan matematik modellar va regressiya teglamalar tadqiqot doirasidagi 19,7 va 29,5 tekisliklar uchun yuqori aniqlikka ega ekanligi aniqlandi. Biroq teglamalardagi o'zgaruvchilarga mos qaysilarida ishonlarni boshqa tezlikdagi paxtaliklar uchun ham universal metodika sifatida qo'llash imkoniyati mavjud. Uchinchi kamchilik, ishlab chiqarish xizmat tomonidan berilgan ma'lumotlarga ko'ra mintval kimyoviy ipi ekologik nuqtai nazardan xavfsiz ip hisoblanadi. To'rtinchi kamchilikka to'xtalgan bo'lsak, bu ikki turdagi iplar tannarxi, ya'ni pnevmomexanik iplar tannarxi to'quv uchun mo'ljallangan halqali usulda yig'ilgan iplar tannarxidan ancha kam bo'lganligi uchun faqat shu turdagi ikki turdagi iplar tanlab olingan. Beshinchi kamchilik, mintval kimyoviy ipi bizlarimizga hozirda iplar ta'kidlandi. 70-85 gradusdan yuqori haroratda erish haroratiga erishib boshlaydi. Shunday evaziga to'qimachilik korxonasidagi harorat bu mintval kimyoviy ipimizga hech qanday salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. 6-chi kamchilikka roziman va kelgusi ishlarda albatta inovatga olaman. Rahmat ustoz. Rahmat, o'tiring. Tak, so'z rasmiy opponent texnika fanlari doktor professor Qayumov Jo'ramirzo Abdurahmonovichga. Jo'ramirzo aka faqat kamchiliklarni aytib qo'ya qoling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Avvalambor biroz kech qolganimga man ikkita desa sal mo'ljallab qo'ydim. Rahmat. Izlanuvchi Jabborov O'rolbek
kanker o'g'lining tanda uchun pishtirilgan ip tayyorlash texnologik ko'rsatkichlarini optimallashtirish mavzusidagi 05-06-02 to'qimachilik materiallar texnologiyasi va xomashyoviy dastlabki ishlov berish ixtisosligi asosida texnika fanlari bo'yicha falsafa doktor ilmiy darajasini olish uchun tayyorlagan dissertatsiyasi bilan man yaqindan tanishman. Seminarda ham o'zim taqrizchi bo'lganman. Bu ishni yaxshi tanishib chiqib, takliflarga ko'ra agar savollarga keladigan bo'lsak, ishni tanishib chiqishda bir necha savollarga berishga to'g'ri keldi. Birinchisi, agar oxirlash jarayoni olib tashlansa, ipning ishqalanishga chidamlilik ko'rsatkichi to'quv dastgohida qanday muammolarni keltirib chiqarishi mumkin? Buni izlanishlar davomida aniqlanganmi? Ikkinchisi, mintval ipining tannarxi oddiy pishtirilgan ipga nisbatan qanchaga qimmat? Bu xarajatni tejab qolinganda ohor hisobiga to'liq qoplash mumkinmi? Uchinchisi, grafikdan ko'rinib turibdiki, pishitish darajasi oshishi bilan mustahkamlik pasaya boshlagan. Nega aynan shu nuqtada pasayish yuz bergan? Buni ham ochib bersa yaxshi bo'lar edi. To'rtinchidan, dissertatsiya ishida nima uchun aynan paxta mintval iplari bilan tadqiqotlar olib borilgan? Shu turdagi boshqa kimyoviy iplar bilan ham tadqiqotlar olib borilganmi? Borilgan bo'lsa, agar qisqacha berganda yaxshi bo'lardi. Beshinchidan, agar mato pardozlash bosqichida mintval to'liq yirib ketmasa, keyinchalik bo'yash jarayonida notekis dog'lar hosil qilmaydimi? Tadqiqotlarda bu kuzatilmadimi? Bu bo'yash texnologiyasiga qanchalik mos? Oltinchidan, dissertatsiya ishida to'qima to'qish jarayonida taxlash tarangligi nima uchun aynan 27,5 santimetr qilib o'rnatilganligini batafsil yoritilmagan. 7-dan 2.3 va 2.4 rasmlarga izoh keltirilmagan. Izoh keltirilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, keltirilgan kamchiliklar ishning salohiyatini pasaytirmaydi. Dissertatsiya mavzusining dolzarbligi, ilmiy yangiligi, ilmiy va amaliy ahamiyatga ega ekanligini inobatga olib, Jabborov O'rolbek Kangel o'g'lining tanda uchun pishtirilgan ip tayyorlash texnologik ko'rsatkichlarini optimallashtirish mavzusidagi 05-06-02 to'qimachilik materiallar texnologiyasi va xomashyoviy dastlabki ishlov berish ixtisosligi bo'yicha texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun tayyorlagan dissertatsiyasi dolzarb muammoni hal etishga qaratilganligi, olingan natijalarni keng qamrovli va yakunlangan ish deb hisoblayman. Bajarilgan tadqiqotlar, olingan natijalar, ularning yangiligi va tahlili O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining talablariga to'liq javob beradi. Dissertatsiya ishi muallifi texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD darajasini olishga loyiq deb hisoblayman. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat, Yo'rimiz Abdurahmatovich. O'tiring. Rasmiy opponent tomonidan ko'rsatilgan kamchiliklarga javob berish uchun so'z talabgorda. Avvalambor sizga katta rahmat, qadrli vaqtingizni ayamay, shu dissertatsiyani o'rganib chiqib, o'zingizda kamchilik va tavsiyalaringizni berganingiz uchun. Birinchi kamchilikka to'xtaladigan bo'lsak, iplar pishtirilgan hisobiga mintval kimyoviy paxta ipining mustahkamligi va cho'ziluvchanligi oshirganligi hisobiga shu to'qish jarayonida hech qanday uzilishlar ro'y bermadi. Ikkinchi kamchilikka to'xtaladigan bo'lsak, to'g'ri mintval ipi qo'shimcha xarajat talab qiladi, biroq qanday iplaring uzilishlarini kamaytirishi, to'quv dastgohlarining foydali ish kayfiyatini ortishi va eng asosiy baholash jarayonida kimyoviy reglamentlar hamda energiya sarfining tejalishi baholash jarayonini qo'llanilmasligi evaziga o'z tannarxini to'liq qoplaydi va sof foyda keltiradi. Uchinchi kamchilikka keladigan bo'lsak, grafiklarda pasayish nuqtalari kritik pishitish darajasiga mos keladi. Ipga me'yordan ortiq bron berilganda tolalarning o'qi bo'ylab kuchlanishlari ortib, ip qattiq va mos bo'lib qoladi. Biz bu optimallashtirishdan asosiy maqsad shu aynan shu kritik nuqtaga yetmasdan maksimal mustahkamlikni topish bo'lgan. To'rtinchi kamchilikka to'xtalgan bo'lsak, prezidentimiz farmoni bilan o'sha Namangan viloyatiga keltirilgan 5 tonna miqdordagi mintval kimyoviy iplarni shu farmonni ijrosi ta'minlash maqsadida shu faqat shu turdagi iplar bilan tadqiqotlar olib borilgan. Beshinchi kamchilikda shu bizning asosiy maqsadimiz sşu to'qimalar uchun ip tayyorlab berish bo'lganligi uchun shu bo'yash jarayonlariga to'qimaga uncha katta e'tibor bermayapmiz. Kelgusi ishlarda albatta inovatga olaman va o'rganib chiqamiz. Oltinchi kamchilikda tadqiqotlar qanday bir uzilish kuchiga qarab shu taranglikda biz 27,5 sm qilib, ya'ni 6% qilib olganmiz. Shu 7-chi kamchilikka to'g'ri keladigan bo'lsak, shu lozimman va kelgusi ishlarda albatta inovatga olamiz. Rahmat.
muhokamalarga o'tamiz. Marhamat, kim muhokamada ishtirok etmoqchi? Kim qatnashmoqchi? Marhamat. Evet, давай, fazla. Marhamat. Mutaxassislar, ipchilar, yigiruvchilar, o'quvchilar deydi. Hozir ko'rdik Javohir Ulug'bek Kankalovning boya mitval ipidan biz o'zimizga ham yangilik, biz boyagi oxirlashi ipga qo'shilishini ko'rib chiqdik. Haqiqatan ham agar O'zbekistonda joriy qilinadigan bo'lsa, yigit sohasida, to'qimachilik sohasida katta o'zgarishga olib keladi. Qo'llab-quvvatlayman. Talabgorni o'zi haqida gapiradigan bo'lsak, o'zimiz shogirdimiz, o'zimiz o'qitganmiz. Talabchan, harakatchan yigit. Xudo xolasa yana bitta olim qo'shilsa yaxshi bo'lardi. Qo'llab-quvvatlayman. Rahmat. Rahmat, Fazlat aka. Marhamat, yana kim so'zga chiqmoqchi? Yigiruvchilar, o'quvchilar. Marhamat, maslahatlashib olasiz. Xo'p, bugungi ko'rilgan ish bo'yicha bu talab asosida qilingan ish. Prezidentimiz Yaponiyaga borganlarida shu Kuroray firmasi tomonidan 5 tonna juda ingichka bo'lgani uchun men hozir hisoblab chiqsam 1 milliard metr bo'lar ekan. Buni uzunligi sovg'a qilib berilgan faqat ilmiy tadqiqot ishlari uchun. Nimaga Namanganga tushgan, boshqa joyga tushmagan? U yerda tukli sochiq ishlab chiqarilgani uchun uni tukiga qo'llab turib eng katta ishlab chiqarish korxonasi bo'lgani uchun shu prezidentimiz tomonidan sovg'a sifatida olib kelingan Kuroray firmasini kimyoviy ipi ular faqat ilmiy tadqiqot ishlari uchun berishar ekan, xolos. Ishlab chiqarishga umumiy qo'yib yuborishga ruxsat berilmagan ekan. Shuning uchun bu ip yuzasidan olib boriladigan ilmiy tadqiqot ishlarini ko'paytirish uchun shu to'quv dastgohida tanda uchun sinab ko'rish uchun bu ilmiy tadqiqot ishini boshladi O'ralbek va shu joyga kelib mana kerakli nuqtada mana to'xtatdi. Bundan keyin ham hali amalga oshiriladigan ishlari, ochiq qolib ketgan tomonlari va hokazolarni ko'rib chiqadigan tomonlari bor. Biz ham ishni qo'llab-quvvatlaymiz. Qolgan kengash a'zolaridan ham qo'llab-quvvatlashsa, kafedramizga yana bitta olim to'quv yo'nalishida qo'shiladi va kelajakda bu ishni davom ettiradigan umid bildiramiz. Rahmat. Rahmat, o'tiring. Yana so'zga chiquvchilar bormi? Yetarli. Yetarlimi? Yetarli. Muhokama tugadi. Ko'rsatilgan takliflarga javob berish uchun so'z O'ralbek Kankalovga. Marhamat. Avvalambor yuqorida keltirilgan takliflar uchun sizlarga kattakon rahmat. Bu takliflarda albatta inobatga olib kelgusi yana ilmiy tadqiqotlarimizda albatta shu takliflar orqali ilmiy tadqiqotlarni davom ettiraman deb va'da beraman. Bu ishlarda kelgusida yana ilmiy ishlarimni davom ettirishga harakat qilaman. Rahmat, o'tiring. Tak. Hisob komissiyasi boyagi tartibni Hozircha bo'ladi. qo'l ko'tarib tasdiqlashlarini so'rayman. Qarshilar, betaraflar yo'q. Marhamat, hisob komissiyasi ish boshlashlarini so'rayman. Odamlar chiqib turaversa bo'ladi. Xo'p, hurmatli kengash a'zolari, Zoom'dagilar, yozib olsalaringiz ovozlaringizda.
Azim Papich. Wow. Assalomu alaykum. Aleyküm assalom, yaxshimisiz? Azim Papich yaxshimisiz? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Xudoga shukr, xudoga shukr. Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Ha, tuzuk, yaxshi. Azim aka yaxshimisiz? Sonlaringiz yaxshimi? Siz nimatim yo'qsadi? Siz shu yerda nima eshitdik, boraverdik. Ha, juda yaxshi. Kechalik salomatlik. Ha, shukr, yaxshi. Salomat. Sog' bo'ling Azim Papich. Bo'pti, xo'p, rahmat. Salomat. Xo'p. Nimada? Mikroskoplar borda. Evet, söz Sof Komisyası Reisi Fadliye Konukul Normal Atışkı. Merhaba. Top Komisyası ayrıntıyı beyanlama. Kalegen komisyası adalar fazlayı. Radyo Kubay, onlar var. Komisya Cabbar Uranbek Kankil oğlunun falsafa doktoru ilmi derecesine alışka Olgan dissertasiyasını yüzesinden yaşırın verilgen avazlarını sanaşı için saylangan. Kengash tarkibi 17 kishidan iborat deb tasdiqlangan. Ilmiy daraja beruvchi ilmiy kengash tarkibiga hal qiluvchi ovoz berish huquqi bilan qo'shimcha ravishda kishi kiritilmagan. Majlisdagi kengash a'zolari 17 ta kishi shu jumladan ko'rib chiqilayotgan dissertatsiya ixtisosligi bo'yicha 6 nafar fan doktori ishtirok etdi. 17 ta bulletin tarqatildi. Birorta bulletin tarqatilmay qolmadi. Qutichada jami 17 ta bulletin borligi aniqlandi. Jabborov O'rolbek Kankel o'g'liga falsafa doktori ilmiy darajasini berish bo'yicha quyidagicha ovoz berildi. Tarafdorlar 17 ta, qarshilar yo'q, yaroqsiz deb topilgan bulletinlar yo'q. Hisob komissiyasi a'zolari. Rahmat Xonqul aka. Sof komissiyasi protokolni tasdiqlab berishlarini so'rayman. Ovoz qo'yaman. Rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Jabborov O'rolbek Kankel o'g'liga texnika fanlar falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiyasini muvaffaqiyatdan himoya qilganligi bilan tabriklaymiz. Marhamat.
avvalambor usuldan sizlarga kattakon rahmat. Bilgan shekilda albatta ko'rsida o'zingiz asoslar bor deb turib, oxirlashga harakat qilaman. Hammalaringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling. Kengash xulosalasi tarqatilgan. Hurmatli kengash a'zolari. Asos qilib bo'lsak bo'ladi. Mana shu yerda Bunday mosligi degan so'z ikkinchi varaqda. Rahmat. seminar Seminar bo'lishi kerak. Asos qilib qabul qilsak bo'ladi. Qo'l ko'tarib. Dasturlar so'rayman. Rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Tak, qaror tasdiqlandi. Tak, kengash o'tkazish bo'yicha fikrlaringiz, e'tirozlar yo'qmi? Yaxshi. Tak, bu bo'lsa men kengashimizni yopiq deb e'lon qilaman. Rahmat. Kelgan